Salom hammaga, bu Roze. Biz hozir cover fotosessiyam uchun tayyorgarlik ko'rayotgan edik. Bu esa Desert Guide'im. Rozedan olingan, bu mening ismim. Do'stlarim va yaqinlarim meni Rozi deb chaqirgani uchun albomimning nomi ham Rozi. Bu so'zni juda ham ko'p eshitganman. O'tgan yili. Shunday qilib bu meni 20 yoshlarimni ifodalaydi deb o'ylayman. Va kelasi yil men Rozennaga aylanaman. Bu hazil. Yoki yo'qmi? Hobbi bu Bruno uchun. So'mak uchun. Ha, men anchadan beri ichmaganman. Lekin men uni ko'pgina do'stlarimga tanishtirganman. Amerikadagi va ular tatib ko'rishdi. Keyin ular ta'mini aytishdiki, juda zo'r. Agar kim pivani yoqtirsa, sochini ham qo'shib ichib ko'rishini tavsiya qilgan bo'lardim. Men pivani yaxshi ko'raman, shuning uchun so'mak. L harfi. Bu love. Sevgini sevaman. Usiz og'riqli albom bo'lmasdi. 3 words every chance that I get. 3 ta so'z bu, men seni sevaman. See, call it that. Call it that bu albomdagi eng oxirgi yozilgan qo'shiq. Qo'shig'imning yozuvchisi Michael. Biz hayot va boshqa narsalar haqida gaplashib o'tirgandik va birdan shu ibora hayolimizga kelib qoldi. Keyin turib sumkalarimizni yig'ishtirib ketmoqchi bo'ldik. Xonaga kirganimizda esa pianino chalib o'tirgan edi. Ortimga qarasam, bu juda zo'r jumla ekan. Biz juda tez yozdik va deyarli 2 soatda bitirdik. Bu eng osoni va eng tez qismi bo'ldi. Qiziq, ba'zi narsalar juda kutilmaganda sodir bo'ladi. Ba'zi narsalar juda ko'p vaqtni olsa ham oson tuyuladi. Va bu men uchun juda ko'p narsani anglatadi. Go'yoki juda og'ir paytimda yordam berganing kabi. Daydreaming. Men mashinaning orqa o'rindig'ida xayol surishni yoqtiraman. Soatlab ham xayol surib o'tiraman. Chunki men shunchaki o'tirishni yaxshi ko'raman, chunki bir vaqtning o'zida go'yoki hamma narsa bor yoki yo'q. Men juda zavqlanaman. Tiffany ring. Esimda bu juda ham tortishuvli bo'lgan. Bir qismi ko'p odamlar uning sobiq yigiti Tiffany uzugini o'g'irlagani uchun jahli chiqqan. Ha, o'zi bu bir ishora edi. Biz uni va unga nima berishimiz mumkin bo'lganligini o'ylayotgan edik. Unga faqat o'g'irlangan Tiffany uzugini bera olaman. Xuddiki o'ziga ishonib bir gap aytmoqchi bo'ladi, lekin bu o'zgarib ketadi. Bu mening onam. Ular mening borim. Va men o'ylashimcha bu F1. Men ular bilan bir loyihada ishladim. Qo'shiq ustida. Buni hammangiz bilasiz. Menimcha Las Vegasni butunlay boshqacha ko'z bilan ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldim. Biz u yerda F1 filmi uchun butun bir videoni suratga oldik. F1 filmi uchun aytiladi Messi. Ular ko'chada taxminan 15 minut yurishadi. 15 daqiqa yo undan ko'p. Juda hayajonda edim, chunki u yerda juda ko'p odamlar bor edi. Hozircha shu bolalar, keyingi safar ko'rishguncha, xayr. Shu kabi videolar uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni ham unutmang. 1000 ta bo'lishimiz uchun hissangizni qo'shing. E'tiboringiz uchun rahmat.